Assalomu alaykum azizlar. Xudo xolasa aksiyaga qo'yadigan shkaf kravatlarimiz tayyor bo'ldi. Ikki xil dizaynda, ikki xil ko'rinishda uychali fasonimiz, undan tashqari gumbazli fasonimiz bor. Xo'p, bularni men sizlarga razmerlarini tanishtiraman. Undan tashqari necha yosh bolaga foydalanishinglarni chiroyli qilib tushuntirib beramiz. Bunimizni oldidagi shotkasi olib qo'ysa ham bo'laveradi. Olib qo'yib, undan tashqari olib qo'yib ishlatsang, o'ngga chapga surilaveradi. Razmerlarni aytib o'tamiz. Undan tashqari ikki xil matras bor, pujinka matrasi, to'shali matrasi. To'shali matraslardan qalin bo'ladi. Bunimiz kravatimiz razmeriga keladigan bo'lsa 1.80 ga 80 lik bo'ladi. 14-15 yoshlargacha foydalansa bo'laveradi, xudo xolasa. Shkafimizni ko'rsatib o'taman. Shkafimiz razmeri eniga 1.36 lik, yonboshi 45 cm, balandligi 1.95. Narxini ham aytib o'tamiz, xudo xolasa. Ikkita eshigimizni chekkasi polkadan iborat. Eshiklari davodchi holatda. Undan tashqari o'rtadagi ikki qanotimizni ichida ikki qator vishilkasi bor. Tagida ikkita tortmadan iborat. Ranglari maloshli holatda. Razmerlarni aytib o'tdik. Undan tashqari pujinka matrasimizni sizlarga ko'rsatib o'taman. Pujinka matraslarimiz ham behijolat dohilda. Kravatimizni tagida tortmasi bor. Xo'p, razmerlarni aytib o'tdik. Bunimiz uychali fasonimiz, bunimiz gumbaz fasonimiz. Gumbaz fasonimizda ham xuddi shunaqa oldidagi shotkalari olib qo'ysa ham bo'laveradi. Ko'rib turibsizlar. Undan tashqari bunimizga matras, qanaqa matrasi bilan desanglar, qilib beraveramiz xohlasa. Bularimizni narxiga keladigan bo'lsa, komplet holatda 3.600 ming so'm, pujinka matrasi bilan sotamiz. Bunimiz aksiyaga pujinka matrasi 3 million so'm qo'yganmiz. Alohida olsanglar, kravatimiz 1.5 million so'm. Shkafimiz ham 1.5 million so'mga to'g'ri keladi. To'shali matrasi bilan bo'lsa, komplet holatda 2 million 700 ming so'm bo'ladi. Kravatimiz o'zi 1 million 200 ming so'm. Shkafimiz 1.5 million so'm holatda qoladi. Ikki xil variantda. Paxsa nomerlar qoldiramiz. Manzilimiz Andijonda, O'zbekistonda joylashgan. Tushunmagan joylarga aloqaga chiqsanglar, to'liq ma'lumotni beramiz. Hammalarga sog'lik tilayman.